Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar Rahmbek TV kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan men Mirhayotjon. Bugungi videomizda sizlarga ko'proq mashina ishqibozlari uchun bitta hozir Moskvishni, eski Moskvishni remont qilishyapti ekan. Shu jarayonni qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilaman. Ya'ni juda ham qiziq tomoni, mashinaga alohida e'tibor qaratilayotgani, har bir detalga alohida rang berib, ular chiroyli bir mashinani boshqatdan jon kirgizishyapti ekan. Shu jarayonni qo'ldan kelgancha video qildik. Yoqadigan bo'lsa keyingi videolarda ham shunaqa bir ajoyib mashinalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Xudo xolasa albatta sizlarga yoqadi deb o'ylaymiz. Bo'lmasa biz videomizni boshladik. Qani ketdik. Qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, mana bu ko'rib turgan Moskvichlaring, Moskvich mashinani ponni boshqatdan qilib chiqilyapti. Bu mashinani umuman olganda har bir detaliga alohida e'tibor berilyapti. Agar videoda ko'rib turgan bo'lsalaring, har bir detaliga juda ham yaxshilab e'tibor qaratib, har bir detalni o'zigacha bir ko'rinish kasb etish uchun ranglarni ham o'ziga yarasha tanlanyapti. Ko'rib turganlaringdek har bir ходовой tizimlari mana endi bitibdi. Kuzovda mana hozir rangi sepilgan, qora rangda sepilgan. Endi bu o'zi boshida jigar rang bo'lgan. Jigar rang. Endi ustani bu yerda mahorati shuki, eski shalaxo'rda Moskvichga jon kirityapti. Bunga o'ylab qaraganda bu katta mehnat talab qiladi. Men bu videolarda boshlanishi mana oldingi videolarda ko'rsatib o'tib ketganman. O'zim mashinamga oddiy oyoqdagi chiroq qo'yishni ko'rsatib o'tib ketdim. Mashina mavzusiga qo'l urishimning sababi o'sha boshida ham aytib o'tib ketdim. Biz ham mana shunaqa bir yangilik kiritish, yangi proyekt harakatida yuribmiz. Xudo xolasa bu proyektni albatta qo'ldan kelgancha sizlarga e'lon qilgan holatda keyingi o'sha jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Bu prosta mana shu mashinaga qiziquvchilar uchun bir yangilik sifatida basu bir odamda bir ishtiyoq bilan bir ish qilish uchun yoki bir oddiy temirga bezay berishni ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Bu boshlanish xudo xohlasa videolar davomida kuzatib borasizlar. Xudo xohlasa yo elektromobil yaratamiz, yo bo'lmasam o'sha mana shunaqa bir eski mashinani bir jonlantiramiz. Jonlantirib bunga mehr ko'rsatamiz. Xudo xohlasa. Hozir esa bugungi videoda faqatgina shu Moskvich haqida qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilaman. Men har bir detalga e'tibor qaratilgan deyapman. Mana ko'rib turganlaringni ходовой tizimi umuman o'sha balonlarni diskasiga o'rnashadigan joylaridan tortib hamma yo'g'ini tozalab o'qib turib boshqatdan kraska sepilyapti. deb o'ylab qaraganda o'sha aytib o'tib ketyapman, juda ham katta mehnat talab qiladi. Buni umuman bir yo'li tuning bo'lib chiqadi. Ya'ni Moskvich ham tuning bo'ladi. Hamma joylarda o'zgarishlar bo'ladi. Umuman olganda sidina boshqa buni hali bitgandan keyin ko'rsatamiz. Hozir endi ustaxonada ko'p turgani uchun mana chang bosgan. Balki mali yakirslari unchalik ko'rinmayotgandir, yo'li. Nima deydi? Yaltillashib. Lekin asosiy o'sha sepilgandagi nimani shapkaga qo'yganmiz, ko'rganlar bo'lsa. Xudo xolasa mana shu Moskvichni qanday qilib, qanday jarayon buni faqat o'zi usti uchun, o'zi uchun qilyapti. Endi bunga hozirgi kunda o'zida mana shu $400 ga olingan bu Moskvich. Endi bunga hozir sarf juda ham katta bo'lyapti, chunki ходовой tizimini o'ziga 1 million so'm sarflanyapti. Har bir detal
nima deydi, alohida e'tibor bilan qilinyapti. Nimaga? Odam o'ziga bir interesting narsa qiladi-yu, hobbi deydi-yu, ko'zishida ham o'zini ishiga bo'lgan muhabbati mana shu jarayonda ko'rinib o'tadi. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Endi ko'pchilik qiziqadi. Ustalarda doim boshqacha mashina bo'lishini biladi ham, ili ko'rgan ham. Usta o'zini mashinasiga boshqacha e'tibor qaratadi deb o'ylashadi, lekin bitta narsani yaxshilab tushunib olish kerakki, usta mashinaga qanday e'tibor beradi? O'zini mashinasiga ko'p pul sarf qiladi. Shuning hisobidan hali nima deydi, ustaning mashinasi oddiy shofyor boshqadan ajralib turadi. Mana hozir mana shu jarayonda endi kameramizda sizlarga qanchalik darajada ko'rinyapti bilmadim, lekin realni ko'rganingizda bu juda ham hali ajoyib qilib qilinyapti. Mana har bitta detal, mana ko'rib turganlaringiz, har bir detalni chiqarib tozalab, o'sha bir boshqacha kayfiyat beradigan mashinaga detallarga e'tiborni ko'ryapsizlarmi? Ustaning ishiga umuman qoyil qolsa bo'laveradi, tan bersa bo'laveradi. To'g'ri, hali bu bitgan holat emas, oddiy hali mashinaning skeleti turibdi, kuzov tomoni hali eshiklar qo'yilgan, boshqa bir. Chunki bu jarayon sekin bityapti. Nimaga? Har bitta detalga e'tibor berilgani uchun mana boltlarigacha, gaykalarigacha kraskalarni sepib boshqacha chiroyli qilinyapti. Shuning uchun bu mazkur ish haqida juda ham ko'p gapirish mumkin, lekin nima deydi, har bir ko'rayotgan zritelni, obunachini hali zeriktirib qo'ymaslik uchun men bitta narsani aytmoqchiman. Mashinaga qiziquvchilar uchun, umuman eski avtomobillarga qiziqadigan insonlar uchun bu nima deydi, ajoyib narsa deb o'ylayman. Shuning uchun qolganini o'zlaringiz tomosha qilinglar. Xudo xohlasa mana shu mazkur ishni bitish jarayonida albatta videolar chiqib turadi, xudo xohlasa. Endi buni ustalarga bog'liq, chunki qanchalik tez bitirsa, shunchalik ko'proq bu haqidagi nima deydi, bitish jarayonini qo'ldan kelgancha olib borishga harakat qilamiz. Yana bitta narsa, buni torpeda qismi ham umuman bo'lak bo'lish arafasida turibdi. Hozir boshqa Devo mashinalarimiz, o'zimiz Chevrolet mashinalarida o'sha torpedalarni nima deydi, o'lchovlar olinyapti. Qaysi bir avtomobilda torpedalari tushadi. Bufer qismlari, umuman oldilariga ham yana boshqacha bir narsalarni o'ylanyapti. Iloji boricha o'zini aslini saqlagan holatda albatta. Nima deganda, har bir mashinani o'zini jihozi baribir o'ziga yarashib turadi. Eng qiziq tomoni, bu mashinaga nima deydi, o'zini jihozlarini o'sha zavoddan chiqqan holatdagi narsalarni qo'yishga harakat qilinyapti, chunki o'sha aytib o'tib ketganimdek, o'zini asl holatini saqlash. Endi hozir video davomida ko'rasizlar, motor qismini ham kerakli sepib boshqacha jarayon bo'lyapti. Hali yig'ilyapti, u hali tayyor emas.